Hozir sizlar bilan Eurolinkda birinchi studentlardan biri, ya'ni Istanbulga jo'nayotgan birinchi studentimiz Sardorbekdan intervyu qilamiz. Sardorbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sardorbek, sizga Istanbulda nima tomonlari yoqdi? Universitetingiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Istanbulni menga ko'p yoqqan tomoni O'zbekistonga juda ham o'xshash bo'lgan tomonlari, networking va juda ham tez chiqishib ketasiz. Universitetda esa ko'plab qulayliklar ko'p, juda ham zo'r auditoriyaga ega. Siz qaysi universitetda o'qiysiz? Meni o'zim Istanbul Kent universitetida o'qiyman. Birinchi kurs talabasiman va bu juda ham zo'r. Chunki Kent universitetida ko'plab o'zbek talabalar ta'lim olishadi. Sizga qiyin bo'lmagan chiqishib ketish o'zbeklar bilan? To'g'risi, ozgina kelganimda o'zim odamovi bo'lganim uchun chiqishim qiyin bo'lgan. Bu yoqni odamlari juda ham ochiq ko'ngil va tez kelishib ketadi. Meni o'zim esa Fathda общежитие, ya'ni talabalar turargohida istiqomat qilaman. Zo'r. O'sha haqida ozgina bir ma'lumot berib bilasizmi, turargohingiz haqida? Turargohni o'zi ko'plab imkoniyatlar bergan talabalar uchun, imini talabalar uchun, chunki o'sha turargohda tursangiz, 0.5% ni davlat tomonidan qoplaydi. Sir bo'lmasa qancha to'laysiz yotoqxonaga? To'g'risi, bu narsa sir bo'lib qolishini istardim, to'g'risi $150 to'layman. $150 to'laysiz, ya'ni общий $300 to'laysiz. $300. $150 ni sizga qaytarib berishadi. Xuddi shunaqa. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, yotoqxonaning ichiga nimalar kiradi? Ozgina ma'lumot bersangiz, chunki studentlarga baribir qiziqda. To'g'risi, menga kvartira, ya'ni xonadonda turish juda ham noqulay, chunki sharoitlar juda ham yomon. Ya'ni kichik, tor. Turargohda talabalar yotoqxonasida esa juda ham ko'p qulayliklar bor va kengish va u yerda ertalabki va kechki tekin ovqatlar ham bor va hamma qulayliklar bor. Men o'zimni uyimdagidek his qilyapman. Yotoqxona sizda o'qishingizdan juda ham uzoqda joylashganmi? To'g'risini aytganda, unchalik uzoq emas. Bir dona avtobus bilan universitetimning oldigacha kelaman. Xo'p, rahmat sizga kattakon Sardorbek. Ma'lumotlar uchun. Siz bilan yana hali intervyu qilamiz, qaytamiz sizning yoningizga, xudo xolasa. Siz ham Turkiyada ta'lim olmoqchi bo'lsangiz, Eurolinkka murojaat qiling. Biz sizga albatta yordam beramiz. Bundan-da qiziqroq kontentlarni kuzatib borish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.